Amir Temur tavalludining 690-yilligiga bag'ishlab Andijon yoshlari o'rtasida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazamiz. Qani ketdik. 5-minutga ixtisom. Savol-javob, intervyu Andijon yoshlari uchun. Ma'lum? Bilamiz, hozir Amir Temurning tavallud ayyomi yaqinlashib kelmoqda. Birinchi savolimiz, Amir Temur qachon qayerda tavallud topgan? Amir Temur 9-aprelda 1340-yilda 1336-yilda Samarqandda. 9-aprelda 1336-yilda Shahrisabz Kesh shahrida tavallud topgan. 1336 1336-yil 9-aprelda 1336-yil Amir Temur qaysi sulolaga asoslangan? Amir Temuriylarga Temuriylar sulolasiga. Temuriylar To'g'ri. Temuriylar To'g'ri. nima bilmayman aka. Keyingi savolimiz, Amir Temurning to'liq ismi qanday bo'lgan? Temur ibn Tarag'ay. Aniq ismi esimda yo'q. Amir ibn Tarag'ay. Biz uzun-da. Bilmayman ekan endi uni. Temur qarag'aymidi shunaqa. Amir Temur qanday fazilatlar bilan tarixda mashhur? Adolatli, Yana-chi. mohir qo'mondon, davlat arbobi, Ikkita so'z bilan ta'riflab bering-chi. adolatli podshoh. Sarkarda, adolatli podshoh, tengi yo'q, qilichbozlikda tengi yo'q va jasur. jasoratli bo'lgan, strategik bo'lgan, plus davlat boshqaruvini qo'lga olib yaxshi boshqargan inson bo'lgan shu. Amir Temur qachon vafot etgan? 1405 mi? Esimda yo'q. Qayerda vafot etgan? Qachon? Nimada? Xitoyga. 1405-yilda O'tror shahrida vafot etgan. Rahmat katta javoblaringiz uchun.